Men ko'p o'ylab yotib, orzularim sari harakat qilishga chog'landim. Yugurdim, yeldim, o'z ustimda ishladim. Tinmay og'ir toshlar ko'tardim. Skakalkada sakradim. Mushok urdim. Ustozlarimning o'gitlarini tinmay aytgan, deganicha bajardim. Va men chempionlik jangi uchun oktagonga ko'tarildim. Raqibimni ko'rib ishonasizmi? Cho'chivordim. Qochmoqchi edim, ustozim yo'q dedi. Keyin baqirdim, o'zimda kuch to'pladim. Nima bo'lsa bo'lar deb raqibimga hujumga o'tdim. Unday qildim bo'lmadi, bunday qildim bo'lmadi. Nima qilishga boshim qotdi va o'ylab bitta chap berdim, ikkita chap berdim va bitta urdim. Raqibim yumalab tushdi. Bechoraga rahmim kelib, qattiq tegmadimi deb uzr so'radim. Ishonasizmi? Ichimdan shunaqangi xursandchilik kelaverdi. Oktagonning ustiga zo'rg'a chiqib olib, muxlislarimdan olqishni qabul qilib oldi. Va menga homiylar tomonidan chempionlik kamari va bir pachka 5000 talik pul berishdi. Men bu pullarga o'z orzuyimni amalga oshirish uchun Makka sotib oldim.